3 narsaniga qat'iy amal qilaylik va mana shu 3 narsani hayotimizda qoida o'laroq bilaylik. Birinchisi, nima bo'lishidan qat'iy nazar inson sifatida qolaylik. Vahshiylashib ketmaylik. Nima bo'lsa ham iymonimizni, vijdonimizni saqlab qolaylik. Ikkinchisi, ilmga nima bo'lsa ham ilmga tikaylik. Ilmsiz hech narsa qila olmas ekanmiz. Hattoki ilmsiz to'g'ri yashay olmaymiz. Hattoki ilmsiz bir baxtli hayot qura olmaymiz. Hattoki ilmsiz oilamizni boshqara olmaymiz. Hammasi ilm. Hattoki ilmsiz hojatxonaga to'g'ri kirib chiqa olmaymiz, Inoyatul aka. Ilmi bor Hamma narsaning ilmi bor. Uchinchisi, oddiy, sodda, samimiy yashashni yo'lga qo'yaylik. Keksa yosh hayotga har kimki yetar, hammasi birma-bir izma-iz o'tar. Hech kimsa dunyoda qolmas abadiy. Keldilar, ketamiz, kelishar, ketar.